Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Xayrul kalami kalamulloh va xayrul hadiy hadiy Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Amma ba'd. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida marhamatulloh aytadiki, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallohu lahu tariqan min turuqil jannah." Qaysi bir kishi Allohning roziligi uchun o'rganiladigan ilmni o'rganishlik niyati bilan ko'chaga chiqar ekan, mana shu kishini bosgan qadamini jannat yo'llariga to'g'rilab qo'yadi. Albatta farishtalar ilm o'rganishlik yo'lida ko'chaga chiqqan kishidan rozi bo'lgan holatda qanotlarini uni oyog'ining ostiga qo'yadi. Albatta olim kishiga osmon yerdagi jamiki narsa, hattoki ana shu suvni qa'ridagi bo'lgan baliqlar ham tasbih aytadi. Albatta olim bilan obidning fazilati Badr kechasidagi to'lin oy bilan boshqa yulduzlarning misoliga o'xshaydi. Albatta olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta payg'ambarlardan dinor va dirham meros bo'lib qolmagan, ulardan ilm qolgan. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta ulushga ega bo'libdi deb marhamat qilganlar. Mana birodarlar, muborak Ramazon oyida bir necha kunlardan beri har majlisimizda ma'lum bir darsni, ma'lum bir ilm o'rganayotgan bo'lyapmiz. Biz ilm bilan molni qadrini belgilash kerak bo'lgan paytda albatta ko'pchiligimiz ana shu molni afzalligini aytamiz. Allohni rozi qilishlikning yo'llaridan biri bu ilm bo'lsa, yana bittasi mol deb aytamiz. Bir odamga aql bilan, ilm bilan dunyo taklif qilinganda, ilmni tanlab turib, eskirgandan keyin, molda olsam bo'lardi ekan degan bir rivoyat bor ekan. Va albatta bu dunyoparast odamlarning misoli. Ya'ni aqli to'lgandan keyin pulni olishim kerak, keyin aqli kelgan ekanmi shuni. Lekin Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan Basra ahli so'ragan ekan shu narsani. Ya'ni Basra ahli ixtilof qilib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi? Shuni bilishlik uchun Basradan ana shu Madinaga qarab Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana ulug' sahobalardan, payg'ambarimizni amakivachchalardan bo'lgan Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishgan ekan. Bu elchi kelib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi degan savolni bergan ekan. Mana albatta hammamizni bir gapiga quloq soladigan bir odamimiz bor. Otamiz bor, amakimiz bor, bir domlamiz bor. Ya'ni siz shu odam menga to'g'ri maslahat beradi, shu odam to'g'ri yo'lda deb e'tiqod qilasizki, shu odamning gapini olasiz. Bu kishilar kimdan so'rayapti? Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan. Ana shu Basra ahlining elchisi kelib aytdiki, Abdulloh ibn Abbosga ilm afzalmi yoki molmi dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos albatta ilm afzal dedi. Nimani hujjat qilaman ularga? Ya'ni birorta bir hujjat bormi moldan ko'ra ilmda afzalligini deganda Ibn Abbos javob berib aytdilarki, innal olima mirasul anbiya. Avvalambor innal ilma mirasul anbiya. Avvalambor ilm payg'ambarlardan qolgan meros, shunisi bilan afzal. Mol esa faroana, ya'ni Firavunga o'xshagan tog'iylardan qoladigan meros. Aytdi-ku, payg'ambarlardan ilm qolgan, boshqalardan dunyo qolgan. Ilm afzal dunyodan, chunki ilm seni qo'riqlaydi, sen molingni qo'riqlaysan. Ilm afzal, chunki Alloh taolo ilmni faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi, lekin molni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yomon ko'rganiga ham beraveradi, lekin ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq beradi dedi-da, quyidagi oyatni hujjat qilib berdi. Astagfirullah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fidda va ma'araja 'alayha yasxarun. Oyatga e'tibor beraylik. Mana aytamiz-ku, albatta insonda zo'r insonligi, Allohga uni yoqayotganligi, yoqmayotganligi dunyosiga qarab o'lchaymiz biz. Ming afsus bo'lsin shunaqadir bizda, shunaqa bir o'lchov qo'ygan. Allohga yoqqan joyi bor, zuvolasini katta olgan. Mana shuncha yildan beri namoz o'qiydi, 1-2 o'qiydi. Qaysinisini yaxshi hayoti? Shu miyamizga o'rnab qo'ygan. Mana aytamiz. Alloh taolo mo'min bandasini yaxshi ko'rsa, kofirlarni yomon ko'rsa, nimaga ularda dunyosi zo'ru, nimaga musulmonlarda qo'lida dunyo ko'ppas? Bizda yaxshi hayot faqat pul bilan o'lchanadi.
Quyidagi oyatga e'tibor bering. Agar deydi Alloh taolo, agar bizga kofir bo'lgan kimsalarga uylarini, shiplarini oltindan qilib bersak, uylariga ko'tariladigan ana shu narvonlarni kumushdan qilib berib qo'yganimizda hamma kofir bo'lib ketar edi. Dunyo matosi zo'r bo'lar ekan, Ar-Rahmonga kofir bo'lsak. Shunday narsa bo'lmaganida, ya'ni odamlar dunyosiga qarab hamma ularga ergashib kofir bo'lib ketishi bo'lmaganda, men ularni shiplarini oltindan qilib berardim deydi. Ya'ni dunyo matosini to'kib sochib qo'yishligi hech narsani belgisi emas. Yoki aksincha, agar la ilaha illalloh deb turib musulmon bo'lgan odam deyla ketmoni uchaversa, imtihon bo'lmay qolardi. Yaxshi yashash uchun nima qilardik baribir? Musulmon bo'lardik. Demak, agar Alloh taolo dunyo matosini ko'p ozligi bandasini yaxshi yoki yomon ko'rishligini belgisi bo'lganida imtihon bo'lmay qolardi vallohi. Alloh ba'zida berar ekan, ba'zida olib qo'yar ekan. Birodarlar, mana shuni ilm majlisida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo o'rganayotgan ilmimizga amal qilishga tavfiq bersin. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu duo bobi. Mana inshaalloh bugun Qur'on xatmi nihoyasiga yetyapti. Ertaga mana qadr kechasi kelyapti, birodarlar. Muborak oilada o'tiribmiz. Duo qilishni o'rganaylik. Ya'ni ba'zida shayton shunday bir xayollar keladiki, mana shuncha yildan beri duo qilyapman. Bola chaqam haqqiga, nevaralarim haqqiga, o'zim haqqimga duo qilyapman. Chunki biz uchun 1 yil, 2 yil o'tib ketishligi juda katta masofaga o'xshaydi, muddatga o'xshaydi. Qarab turinglar. Allohning eng yaxshi ko'rgan bandalari payg'ambarlar bo'lsa, ana shu payg'ambarlardan eng ulug' 5 tasidan bittasi Musa kalimulloh Fir'avn va uni qavmini halok qilish uchun duo qilgan. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Qad ujiba da'watukuma fastaqima. Ey Musa, sizni va akangiz Harunni ikkalangizda qilgan duolar ijobat qilindi dedi. Ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni o'tgan zamon fe'lida, fe'li mozi aytilinyapti. O'tgan zamon fe'lida ijobat bo'ldi deyapti. Demak nima bo'ladi endi? Ertasi kuni bo'lmagan ekan. Indini kuni bo'lmagan ekan. Agar bizni yomonligimiz uchun duoyimiz cho'zilyapti desak, Musa alayhisalom zo'r banda bo'lgan. Alloh taolo o'zi bilar ekan qachon duoyimizni ijobat qilishiga. 40 yil o'tgan ekan birodar o'rtadan. Fastaqima deyapti, qarang. Duolar ijobat bo'ldi, endi dinda mustaqim bo'linglar. Men aytganday yashanglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi hadislarida, mo'min kishi yaxshilik ustida davomiy turadi, modomiki shoshiltirmasa. Shoshilmasa. Ya Rasululloh qana qilib shoshiladi desa, shuncha yildan beri duo qildim, bo'lmayapti. Shuncha yildan beri so'radim, bermadi dedimi? Shu bilan duosi uchar ekan. Mo'min odam Robbisiga duo qilganda, bu Robbisiga ibodat qilyapti. Ad-duo muhul ibada. Duo ibodatning nimasi? Muhri, pechati. Quyida 5 ta narsa keltiriladi. Har bitta keltirilayotgan qator oyat bilan hujjatlangan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki, kimga Alloh taolo mana bu 5 ta narsani bergan bo'lsa, albatta uni muqobilida uni ro'parasiga yana 5 ta narsani beradi albatta. Ya'ni mana bo'lmasa, mana albatta bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyat bilan bu narsani tasdiqlagan. Man ruziqa shukr lam yahrimuz ziyada, lam yuhramuz ziyada. Liqavlihi ta'ala la in shakartum la azidannakum. Kimga Alloh azza va jalla Allohning bergan ne'matlarga shukr keltirishlik ne'matini bergan bo'lsa, mana domla kechagi suhbatda aytdi, alhamdulillah deyishlik ne'mati. O'zi alhamdulillah deydigan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. U bergan ne'matlarga shukr keltirish emas, shu shukr keltiradiganlardan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. Shuni shukrni qanaqa ado qilamiz? Bergan ne'matiga shukr keltiradiganlardan qilibdimi? Demak, albatta Alloh shukr keltirgan bandasini ziyoda qilib berishligini va'da qilgan ne'matlarini. Alloh taolo ilm berdimi? Ilmni shukrni ado qildingizmi? Albatta nima bo'lar ekan? Alloh aytadi, agar sizlar shukr keltirsanglar, albatta lom ta'kid ma'nosida la azidannakum. Albatta ziyoda qilib beraman. Sizlarga nima ne'mat berdim? Tinchlik berdim, shukrni ado qilinglar. Tinchliklarni ziyoda qilib beraman. Ilm berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Davlat berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Lekin bizni hamma shukrimiz nima bilan? Duoga shukr.
Moncha bo'pti moyida. Xudoga shukr, ma'nosiga yetdim. Birodarlar, sizga qanaqa ne'mat berilgan bo'lsa, shu ne'matni Alloh aytgandaqa sarf qilishligingiz, shu ne'matni shukrini ado qilganingiz bo'ladi. Alloh pul berdimi? Pulni haloldan topdingiz, halol joyga Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilsangiz, pulni shukr ado bo'ladi. Nima bo'ladi endi? Masalan, zakot, shu kunlarda beriladi, Ramazonda beramiz. Zakot degan so'zning lug'aviy ma'nosi unib o'sish. Bersang deyapti, qolganini saqlab beraman, ya'ni ko'paytirib beraman deyapti. Demak, zakot berganimizda molimizni shukrini ado qilgan bo'lamiz, ko'payishiga nima qilamiz? Urug'ni tashlab qo'ygan bo'lamiz. Ko'zni shukri til bilan bo'lmaydi. Nima bilan bo'ladi? Ilm o'rganishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, ko'zni haromdan tiyilishlik bilan. Tilni shukri quloq bilan ado bo'lmaydi, birodar. Tilni shukri ana shu gunohdan tiyishlik bilan. Agar deyapti Alloh taolo, men bergan shu ne'matlarni shukrini ado qilishlikni ham berdim imkoniyatini, ko'paytirib berishim ham aniq deyapti. Ikkinchisi, man ruziqat tavba lam yuhram al-qabul. Kimga Alloh taolo qilgan gunohlaridan tavba qilishlik ne'matini bergan bo'lsa, albatta kechirishligini ham va'da qilgan. Tavbani berdimi? Mag'firatni ham beradi Alloh. Qul va huwa allazi yaqbalu tawba an ibadihi. U Alloh shunday zotki, bandalarining tavbasini nima qiladi? Qabul qiladi. Meni gunohimni kechiramikin Alloh? Meni gunohim ko'p. Meni tavba qilishim hojat edi bo'lmas ekan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O'zlarining nafslarida gunoh qilib, o'zlari nafslariga isrof qilib yuborgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Demak, tavba qiladigan til berdimi? Demak, gunohi ham Alloh nima qilyapti? Kechirishiga va'dasini beryapti. Uchinchisi, va man ruziqa sabr lam yuhramus savab. Kimga Alloh taolo bergan yaxshi kuniga ham, yomon kuniga ham, sog'ligiga ham, kasalligiga ham shukr keltirishlik ne'matini beribdimi? Alloh albatta savob berishligini ham va'da qilgan. Sabr qilishlik, kechirasizlar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi'ag'iri hisob. Alloh taolo bergan kunga sabr qildingmi? Albatta Alloh savob berishligini mana va'da qilyapti, ziyoda qilib. Ozgina havo kirgizib olinglar-da. Ozgina. To'rtinchisi, man ruziqal istig'for. Man ruziqal istig'for lam yuhram al-maghfira. Endi kim Alloh taolo qilgan gunohlaridan kechirim so'rashlik ne'matiga ega bo'lgan bo'lsa, astag'firulloh deyishlikni Alloh bergan bo'lsa tilingizga, umid qiling. Alloh nima qiladi albatta? Gunohingizni kechiradi. Istig'for aytadigan qildimi? Demak, gunohingizni kechirishligi uchun bergan Alloh taolo bu narsani. Istag'firu robbakum innahu kana g'affara. Istig'for aytinglar, albatta Parvardigoringiz gunohni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Yazid Raqqoshiydan aytiladi, qiyomat kuni qoyim bo'lsa, Alloh taolo bir bandasini tiriltirib turib, banda der ekan. Dunyoda qilgan duolaring bor edi, ijobat qilmaganidan. Dunyoda bermaganidan. Ol mana bugun deb turib, savobni o'lchamasdan tashab berganda, hali banda dunyoda qilgan duolarini oxiratga olib qo'yganidan xursand bo'lib aytar ekan, qani edi bitta ham duoim ijobat bo'lmaganda-yu, hammasini shu ado olgan bo'lsam der ekan. Shuning uchun birodarlar, duo qilaveraylik. Duo qilinganda, mana ko'p qaytarganmiz. Million so'radingiz Allohdan. Biz endi shu so'raymiz-da. Alloh xolasa millionni berar ekan. Bu birinchi varianti. Xohlasa 2 million qilib berar ekan. Bu ikkinchi variant. Xohlasa millionlik ziyondan saqlab qo'yar ekan Alloh taolo. Tinch yurganingiz ne'mat emasmi? Yaxshi ham o'sha safar bormaganim. Ammo molini konfiskatsiya qilib yuboribdi. O'sha tinch yurganligingiz o'zi million emasmidi? Qaranglar-da, biz faqat bir tomondan ko'ramiz, ikkinchi tomondan qaraylik-da. Uchinchisi Alloh xolasa milliard qilib berar ekan oxiratda. Mana shu to'rtta variantni qaysinisida bir yutkazyapmiz biz. Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti Alloh taolo. Beradi, 2 barobar qilib beradi, so'raganchalik ziyondan to'sadi yoki oxiratga olib. Qaysinisini yutkazyapmiz biz? Duo qilmaganda yutkazamiz, birodarlar. Mana endi duo xususida gap ketyapti.
duoning ijobat bo'lishi shartlari ham bor. Qisqa qilib aytib beraman inshaalloh. Hukumatlar aytadi, duo qilamiz, lekin ijobat bo'lmayotganligini ko'ryapmiz. Sababi nima deganda, vaholanki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan, nimaga ijobat qilmayapti bizga? Tezda deb so'raganda aytgan ekanki, sizlarda 7 ta sifat bor. O'shuning uchun duolar surilyapti orqaga deydi. O'sha 7 ta sifatimiz bo'lsa ham duo qilaveraylik. Eng kamida nima bo'lar ekan? Oxiratda olamiz ekanmi? 7 ta sabab bor ekan, shu bizning gunoh savoblarimizni, duolarimizni ijobat bo'lishini to'sar ekan. Diqqat qilaylik. Akalar. Birinchisi, annakum asqattum robbakum va la tatlubuna rido. Sizlar Robbingizning roziligini istayapsizlar-ku, lekin Robbingizning g'azablantiradigan ishlarni qilyapsizlar. Misol, otangizdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, agar o'tish olib qo'yib, mashinasini yuvib qo'yib, chiroyli xizmatini qilib qo'ydi, endi narsasini so'raysiz. Ya'ni sizni berishligiga shu xizmat qilib qo'yasiz. Endi aksincha, aynagini sindirib qo'yib mashinasini, patinkasini ezib qiyshaytirib qo'yib turib pul so'rang. Biz Robbimizni g'azablantiradigan ish qilib duo qilyapmiz, orqaga surilyapti. Ayb kimda ekan? Alloh va'dasida turadigan zot, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Lekin biz o'zimiz yasab qo'yapmiz bu yoqni. Ikkinchi sababi, sizlar biz Allohning bandalarimiz deysizlar-ku, lekin bandaga o'xshab yashamaysizlar, qulga o'xshab deydi. Banda degani qul degani akalar. Qul degani xo'jayini bor degani. Xo'jayini iznisiz tashqariga hech qaysi ish qilmasligi degani. Lekin sizlar biz qulmiz, Allohning bandasimiz deysizlar-ku, lekin ozod odamdaqa xolagan ishlarni qilib yurasizlar. Shu sabab bo'lyapti duolar orqaga surishiga deydi. Uchinchidan, sizlar Qur'onni o'qiysizlar, faqat o'qiysizlar. Faqat o'qiysizlar. Ma'nolariga e'tibor berib, fikr yuritib, Qur'on bilan yashamaysizlar. To'rtinchidan, biz ummati Muhammadmiz, Muhammad alayhisolamga ummatmiz deysizlar-ku, lekin payg'ambarning sunnatiga ergashmaysizlar. Shuning uchun duolar orqaga surilyapti deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta kamochini turasan shu yerda dedi. Biz yutsak ham jilmaysan dedi. To men o'zimdan xabar kelmaguncha jilmaylar dedi. 22-23 minutda tugadi Uhud g'azoti. 7 marta bayrog'ini ontarishdi yarim soat ichida. Alloh taolo na g'alabani berdi qachon? Payg'ambarining sunnatiga so'zsiz itoat qilib turishuvdi. Jilma dedi, jilmadi. Alloh taolo na g'alabani berdi. Endi nima bo'ldi? Xulosa olaylik akalar. Payg'ambarning sunnatiga xilof qilishdi, payg'ambarning buyrug'iga itoat qilishmadi, na g'alabani nima qildi? Mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Demak, duolar ijobat bo'lmasligi sababi sunnatga amal qilmaysizlar. Boshqa bir g'azotda misvo ishlatishga buyurgan bo'ladi payg'ambar alayhisalom. Jihodga chiqadigan ana shu qo'shinga misvo ishlatiladi deydi, shunga beparvo bo'lishadi. Shu sabab bo'lmasa nima aloqasi bor misvo edi jihodga? Nima, u bilan kuch kamayib qoladimi yoki qurol ozayib qoladimi? Ham yo'g'i joy, lekin payg'ambariga, sunnatiga itoatsizlik bo'lganligi uchun Alloh taolo surishtirsa shu sunnatga amal qilishmagan bo'ladi. 5-dan dunyo bevafo deysizlar-ku, ko'zingizlarni qisib Mana aytgan edik, ulamolar dunyoda ketib borgan chiroyli bir qizga o'xshatar ekan. Baland kursida shunday o'tirar ekan chiroyli qiz. Dunyo degan chiroyli qiz. Hamma ko'zini qisar ekan boraliginga. Lekin u hech kimning ko'zini qismas ekan. Vaholanki ana shu ko'zini qisayotganlar biz. Bilamiz bizdan burun hech qaysi ko'zini qismaganligini. Bizga ham qismasligini bilamiz. Bizdan keyingilarga qismasligini ham bilamiz-ku. Nima deb qo'yamiz? Dunyoyi ana bilasizlar-a? Dunyoyi umid. Qiyomatda Alloh taolo mana shu chiroyli qizni kampir qilib tiriltirib berar edi. Buni ham aytdik darslarimizda. Qiyomat kunida mana shu biz yaxshi ko'rgan dunyo hayotini Alloh taolo qari burishgan, tishlari ko'karib ketgan, qora etar bir kampir qilib tiriltirib qo'yar ekan. Bandalar Parvardigor bu kim bu desa, aslar yaxshi ko'rganinglar haliga. Dunyo hayoti. Shuncha muhabbat qo'yganmidik. Rasululloh nima dedi? Sizlarning ichingizdan bittalar barmog'ini shunday dengizga botirsa suvga va chiqarsa, dengizdan qancha kamaydi dedi. Dunyo hayoti ana shu nam birodarlar. Oxiratdagi ne'mat ana shu okean. Taqqoslaymizmi? Ana shu kampir qiyomat kunida tirilib, Parvardigor, ana shu jannatiy bandalardan bittasiga meni mulk qilib ber desa, dunyo yalanar ekan Allohga. Shu bitta hamma ko'zini qisgan bo'lmasa unga. Yalanar ekan, shu bandanga meni mulk qilib ber desa,
Seni ichingda dunyoda yashayotganda mo'min bandamga dunyoda ravo ko'rmaganman, sizlarga arzimaydi. Val axiratu xoyrun va abqa. Dunyo sizlarga oxirat dunyodan yaxshi ham boqiroq ham degan. Seni ichingda yashayotganda ravo ko'rmaganman bandamga seni. Endi jannatga kirib ketgandan keyin sen ravo ko'raman. Unamas ekan Alloh azza va jalla. Sizlar dunyoda bevafo, dunyo o'tkinchi deysizlar-ku, lekin dunyodan ketmaydigandaqa xotirjam yashaysizlar deydi. Odam alayhisolamning 5 ta nasihat qilgan eslaylik-da farzandlariga. Birinchi nasihati dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'ymasin farzandlaringlar. Chunki men ham jannatdan chiqib ketish mumkinligini esdan chiqarmaganimda malomatga tushib qolmasmidim ekan. Hammanglar chiqib ketasizlar akalar. Kim erta, kim keyin. Demak, duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini, orqaga surilayotganligini sababidan bittasi dunyodan musofirligimizni esdan chiqarib qo'yibmiz. Qarangda duolarimiz, amin. Tayizdan shamol o'tsin. Mashinangizga olib borib qo'ysiz. Amin. Topganingiz duolarimiz ijobat bo'lyapti bizga. Shu to'yda oshira olmayapmiz. Topgan tutgani kasbi. Bir haligi oxiratini bersin, iymonini bersin deydigan duolar kam, bilasizlarmi? Mana rasmon so'rasin, esonga qilib chaqiraversin bizni, biz kelib yeveraylik, Allohu akbar deymiz. Duomiz ijobat bo'lyapti. Chunki bizning duoyimiz ham, g'amimiz ham dunyo bo'lib qolgan. 6-dan annakum ta'kulunal harama va shubha va la tarji'una anhuma. Shubhali va harom bo'lgan narsalardan o'zingizlar tiymaysizlar, yevrasizlar. O'ylamasdan yevrasizlar. Halolmi, harommi, mumkinmi, mumkin emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelib, Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, "Ya Rasululloh, duo qiling" dedi. Meni duoim ijobat bo'lsin dedi. So'rayotgan narsani qarang. Shunday duo qilsinki payg'ambarimiz, Sa'd ibn Abi Waqqas qachon Parvardigor desa Allohni ma'qul bo'lish kerak? So'rayotgan narsasini qarang. Ular mayda narsani so'ramagan. Mayda narsani so'ramagan. Duo qiling, doim duoim ijobat bo'lsin deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u duoni qilmadi. U duodan yaxshiroq narsani berdi va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajabud da'va. Ey Sa'd, yeyotgan taomingizni halol qiling, duoingiz doim ijobat bo'ladi dedi. Bizga ham tegishli u. Bizga ham tegishli. Kichkinaligimizda zehnimiz zo'r bo'ladi. Chunki gunoh qilgan emasmizda, gunoh yozilmaydi bizga. To'g'rimi? O'shuning uchun zehn zo'r bo'ladi, katta bo'lgan sari, gunohni ko'paytirganimiz sari zehn nima bo'laradi? U qarachilik emas u, birodarlar. U zamonda yomon bo'lib ketgan emas. Biz gunohni ko'p qilayotganligimiz. Ustozlar 70 ga kirganda qori bo'lyapti-yu, birodarlar, yoshlar. Ish ko'payib ketdi, 2-3 ta bolalar bo'lgandan keyin dunyo kirmay qolar ekan, ilm 70 ga kirgan ustozlarimiz ba'zilari qori bo'ldi-yu. Bizga hech qanaqa bahona yo'q ukalar, akalar. Gunohni kamroq qilaveraylik-da. Bu Allohning nuri, osiy qalbga kirmas ekan. 7-dan annakum taqulun innal akhirata khayrun minad dunya va la tashtahiduna fi talabiha va takhtaruna ad-dunya ala akhirah. Yana 7-dan gunohlar sabab ijobat bo'lmasligining sababi dunyodan ko'ra oxirat yaxshi deysizlar-ku, lekin aksini qilasizlar. Ular jonga ko'p ham narsa kerak emas ekan deysizlar, masala eshitganinglarda. Yoki bir qabristonga kelib bir mayit qo'yib chiqqanda hamma zo'r bo'lib chiqadi. Balki shu ekanamiz deydi. Lekin mashinasiga o'tirib 200 metr yurgandan keyin haligi zaryad qabristondagi tagida qolib ketadi. Bizning duolarimiz ijobat bo'lmasligining sabablari Alloh mana shu yestasini keltiribdi, harakat qilaylik. Mana inshaalloh duolari, ibodatlari 1000 oydan afzal bo'lgan qadr kechasi kelyapti, birodarlar. Mana Alloh buyursa ertaga bir qadr kechasini o'tkazgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan ma'nolar esimizda tursin. So'raylik. Rasululloh aytadi, sizlar duo qilib so'rayinglar, to malollanib ketasizlar, charchab ketasizlar deydi. Lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Duo ibodatning muhri. Mana ulamolardan biri aytadi, 4 ta odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. Payg'ambarga salovat aytmagan, muozzinning duosiga ijobat qilmagan, da'vatiga, masjidga bormagan, boshqa odam bir yaxshilikka yordam so'raganda yordam bermagan va namozining orqasida o'ziga va mu'minlar haqqiga duo qilmagan odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. To'g'ri, farzni ado qilsangiz yelkangizdan soqit bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh.
vozda tushib ketamiz. Alloh taolo duoni ibodat ekan, birodarlar. Ana shu namozdan keyin o'tirib duo qilishlik ham ayni nima? Ibodatning o'zi. Qaqala robbukum uduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Parvardigoringiz menga duo qiling, albatta men ijobat qilaman dedi. Endi Parvardigorga ibodat qilishlikdan kibr qilganlar jahannamga abadiy holatda kiradi. Demak, duo qilinglar deyapti, orqasidan ibodat deyapti. Demak, duo nima ekan? Duo ibodat ekan. So'raylik, bandasidan so'raganimizni yomon ko'rsa, Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. Duo qilaylik, albatta ijobat qiladi. Duo qilayotganda yuragimiz bilan ishonib turib duo qiladi. Albatta Alloh nima qiladi? Ijobat qiladi. Mana shu aytilgan gunohlardan, ma'siyatlardan o'zimiz ehtiyot qilar ekanmiz, inshaalloh duolarimiz ijobat bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.